O'zbekistonda 10 ming dollarga qanday avtomobil sotib olsa bo'ladi? 10 ming dollargacha bo'lgan mashinalar, ko'pgina internet planshetkalarini ham oqtardim. Именно shu yaqin 3-4 kun ichida oqtardim. Inomarka ham sotib olsa bo'ladi, faqat yili eskilar. 2008-yilgacha, 2006-yilgacha bo'lgan Audi A4lar, Nissan Altimalar 2008-yilgacha, Toyota Camry Sarakovkalar 2008-yillargacha atrofida bor inomarkalar. Endi inomarka haydayman deganga variantlar ko'p. BMW ham bor, Mercedes ham bor 2008-yilgacha. Lekin yillar eski. Lekin bizning sharoitimizga agar yangiroq mashina olaman desa, albatta yoki Cobalt olish kerak, yoki Gentra olish kerak, yoki Spark. Oilaviylarga albatta yoki Cobalt yoki Gentra. 2022-2023-yillarda bemalol 10 ming dollargacha bo'lgan byudjet bilan olsa bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.